Bavariya va PSG turnirning eng sari mahsulli ikki jamoasi. Sizningcha bu yarim final faqat hujumga qurilgan qarama-qarshilik bo'ladimi? Yo'q, aksincha, agar ikki jamoa ham juda kuchli hujum qilsa, unda asosiy omil himoyalanish bo'ladi. Aynan shu g'alabaning kaliti. Maksimal darajada samarali hujum qilish. Lekin shu bilan birga bunday darajadagi jamoani qanday to'xtatishni ham bilish kerak. Bir narsa aniq, bu o'yin barcha muxlislar uchun juda qiziqarli bo'ladi. Kimga muxlislik qilishidan qat'iy nazar, chunki ikki jamoa ham ajoyib mavsumni o'tkazmoqda. Hozir ko'pchilik Paris Saint-Germain mavsum oxiriga kelib juda kuchayotganini aytmoqda. Bu qanchalik rejalashtirilgan edi? Bu juda oddiy. Har bir murabbiy jamoasini mavsumning hal qiluvchi bosqichiga eng yaxshi formada olib kelishni xohlaydi. Hozir biz yarim finaldamiz va Gonzalo Ramosdan tashqari barcha futbolchilar o'ynashga tayyor. Chempionlar Ligasi o'ziga xos sehrga ega. Bu futbolchilarga alohida energiya beradi. Hamma bu turnirni bir qismi bo'lishni xohlaydi. Bu tasodif emas. Hozir biz juda yaxshi formadamiz va bundan xursandmiz. Lekin bunga butun mavsum davomida qilgan ishlarimiz sabab bo'ldi. Oldinda esa juda mas'uliyatli bosqich bor va unda maksimal darajani ko'rsatishimiz kerak. PSG muxlislari g'alabaga juda ishonmoqda. Siz ham shunday o'ylayapsizmi? Ya'ni Bavariyaga qarshi sizga hech narsa xavf solmaydimi? Muxlislarning ishonchi bu jamoa ularga berayotgan hissiyotning aksidir. Bu ijobiy narsa. Lekin biz professionallarmiz. Men oldingi bosqichlarda ham aytgandim. Bunday o'yinlarda favorit bo'lmaydi. Chelsea yoki Liverpoolga qarshi o'ynaysizmi? Bu darajada hammasini detallar hal qiladi. Biz bu yerga loyiqmiz, o'zimizga ishonamiz. Lekin Bavariya kabi jamoaga qarshi o'ynash qanchalik qiyin ekanini ham juda yaxshi tushunamiz. Shuning uchun bizga hech narsa xavf solmaydi deyish noto'g'ri bo'lardi. PSG ketma-ket 3 marta yarim finalga chiqdi. Endi klubni Real Madrid yoki Bavariya kabi gigantlar qatoriga qo'shish mumkinmi? Buni siz hal qilasiz, men emas. Men faqat shuni ayta olamanki, bu katta zavq. Klub so'nggi yillarda bunday barqarorlikka loyiq edi. Men 2024-yilda Borussia Dortmundga qarshi ilk yarim finalimizni eslayman. O'shanda bizning zarbalar 6 marta ustunga tekkandi. Finalga chiqish uchun hamma narsani qilgandik, lekin Dortmund 2 o'yinda ham haqli ravishda g'alaba qozongandi. Biz qilgan ishimizdan mamnunmiz, lekin bu darajada uzoq qolish uchun juda katta ambitsiya kerak. Biz yana bir qadam oldinga tashlamoqchimiz va yana finalga chiqishni istaymiz.